Hammaga salom sizlar yana Vlago. Bugungi videomizda ya'ni P2P'ni to'liq 0 dan 100 gacha bo'lgan formatda o'rganamiz. Ya'ni qaysi birjalar bilan birga ishlashda va qancha foiz bitta aylantirishimizdan qancha foiz pul qolishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, agarda sizlar ham P2P'ga qiziqsalaringiz yoki pullaringiz bo'lsa qayerga investitsiya kiritishni bilmasalaringiz, Vlago pastga chiziqcha birga o'tishlaringiz mumkin. Birga ishlaymiz yoki darsliklarimiz ham bor. Qimmat emas, hammasi lichkada aytiladi. Bo'lmasam boshladik. Bizning hozir tayyor zelkamiz bor edi. O'shani ko'rib, oxirida hisoblaymiz. Bizga $500 bilan, ya'ni minimal summa, ya'ni hammada bor P2P'ga aylantirish kerak bo'ladigan summa $500, $1000, minimalniy summalar bor. Bizlar hozir $500 bilan necha foiz bizlar pul olishimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Agarda qiziqsalaringiz, o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol Vlago past chiziqcha birga yo'shlaringiz mumkin Telegram orqali. Bizlar endi P2P'ga kiramiz. Undan oldin bir balansimizni ko'rib boramiz. Balansimizda hozir 260 USDT turibdi. Bu birjaning nomi, birjaning hozircha sir bo'ladi. Darsligimizda bor bu birjaning nomi, ya'ni qayerdan, hozir bizda to'g'rirog'i Rossiyada, ya'ni rublda sotib olamiz. Xo'sh, bizning hozir orderimiz bor edi, ya'ni sotib olayotgan edik. 11550 rublga sotib olyapmiz, ya'ni 84 rubldan sotib olyapmiz. Har bir USDT'ning narxi 84 rubl bo'ladi. Xo'sh, bu 84 rublimiz adashmasam 12000 qanchadir bo'ladi. Hozir davaychi o'zini ko'ramiz, narxini, haqiqiy narxi qancha bo'lishini. 84 rubl. 12778 so'mdan sotib olyapmiz. 28-mart kuni videomiz yozib olinyapti. Eslayana. Xo'sh. Endi bu rus kartaga, ya'ni rubldan sotib olyapmiz. 12778 so'mdan sotib oladigan bo'lsak, 13160 so'm Kredita Binance'ga o'tkazganimizga shuncha summadan yuboramiz. Xo'sh, buni hozir, ya'ni rus kartaga hozir biz to'lov qilishimiz kerak. To'lov qilib, unga chek tashlaymiz. Hozir videoni o'tkazib yuboramiz sal. To'lovni qildik. Xo'sh, ana endi kutamiz. Xo'sh, u tekshirib, ya'ni bizlarga USDT ni tashab beradi. 84 rubldan 12778 so'mdan $137 sotib oldik. Xo'sh, 12700 bo'ldi. O'sha zavershit bo'ldi. $137 bizda sotib oldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Avval ham qilganimizda beradi. Xo'sh, bu yerga o'tamiz. Endi hisobimizni tekshiramiz. $260 adashmasam pul bor. $398 pul bor. Xo'sh, mana endi yana bir marta sotib olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni $500 balansimizga ham $100 da kerak bo'ldi. Xo'sh, bu kartaga pul tashlaymiz endi. O'sha gap, agar o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, Vlago past chiziqcha birga yo'shlaringiz mumkin. Bu birinchi qism videomiz. Ikkinchi qismni adashmasam yaxshi bir 50 ta like dan keyin qo'yib boraman. Xo'sh, hozir bunga pul tashlaymiz, bunga ham chek tashlaymiz. Bizga 100 tashab beradi. Uni Binance'imizga o'tkazib qimmatroqqa sotamiz. 12778 so'mdan sotib oldik. Adashmasam Binance'ga qimmatroqqa sotamiz. 160 so'm. Xullas mana shunaqa bo'ladi. Hozir yana USDT ga $100 ga sotib olamiz, adashmasam. Undan keyin Binance'ga o'tkazib, Binance'dan, ya'ni qimmatroqqa, ya'ni 13160 so'm, ya'ni kursga qarab sotsak bo'ladi. Xo'sh, birjani nomi ham sir bo'ladi, hamma narsa sir bo'ladi, yana darslikda bor. Agarda investitsiya kiritmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol yozishlaringiz mumkin. Vlago past chiziqcha birga. Endi ozgina kutamiz, ya'ni bular hisobini tekshirib bizlarga USDT ni yuboradi. O'sha mana yuborib ham bo'ldi. Zavershit bo'ldi, 8500 ga $101 sotib oldik. Ya'ni 12775 mi? Shunday sotib oldik. Endi balansimizni bir tekshirib boramiz. Xo'sh, bizlarga $500 pul bo'ldi. Mana endi buni bemalol Binance'imizga o'tkazib, qimmatroqqa, ya'ni 13000 kursga qarab, adashmasam 13000 dan ziyodroqqa bemalol sotishimiz mumkin. Agarda ikkinchi qismga buni Binance'ga to'liq sotganimizda ham chiqaramiz. Ungacha qiziqsalaringiz yoki to'liq batafsil Telegramda gaplashamiz. Kommentariya va opsiyada lichkamni qoldiraman. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Qiziqsalaringiz keyingi video adashmasam 50 ta like dan keyin chiqadi. Ungacha xayr.